Halkım, sizlere Xudo xolasa yangilik, Rossiyachilar uchun, ish haqqi oyliqli yo'qlar uchun 120 million so'm pul bilan 3 xonali kvartira qo'yib beraman. 5-etajda, yanında maktab, bog'cha, mechit, Xudo xolasa institutlar ham bo'latir. Sizlarga qo'yib beraman. Yo'lning ustida 5-etajda 3 xonali kvartirani qo'yib beraman. 120 million so'm pulni berasizlar. Oylik to'lovini oxirida taxminan aytib o'taman. Xudo xolasa boshladik obzorimizni. 10 kunlik bellarni ko'rdingizlar. Böyle omonlik qo'ysangiz ham bo'ladi. Bera prihodga qo'ysangizlar, Xudo xolasa. Kirgandan 10 qo'limizda oshxonamiz. Qaranglar, buni afzalligini aytaman. Eshikda oshxona bo'lsa, uyingiz barakatli bo'ladi. Shuning uchun e'tibor etib ko'ringlar. Ko'p odam biladi, ko'p odam bilmaydi. Gaz bobida, balkoni ham bor. Bu yerda bir xonamiz. Bom kattagina. Bilayna elektrik ishlari bo'lgan, shuning uchun odamlar natgan, yoqqan vaqtincha. Bir de sanuzelimiz. Suvi tutibdi. Bu yerda bir katta zalimiz. Mana kattagina. Bu yerda yana bir sanuzelimiz. Mana ikki sanuzel er-xotinlar uchun. Bu yerda yana bir spalni xonamiz. Endi Xudo xolasa 120 million so'm pulni berasizlar. 120 bergandan keyin 2 dona kefilam kerakmidi, ish haqqingiz ham kerakmidi? Oylik to'lovi taxminan 4-4,5 milliondan chiqadi. Nominalni pastga qo'yaman, bog'larni Xudo xolasa telefon etaverasizlar. 120 million so'm pulni aytib kelasizlar. Qolganini orqadan to'layverasizlar. Rossiyaga ketasizlarmi? Beda yurisizlarmi, tadbirkormisiz? Hammasini ketib qoladi yo'lning ustida. Sog'inglar, salomatinglar, Xorazm uy-joy kvartiraga podpiska bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada ko'nglingiz yoqqan bir yaxshi gaplarni yozib qo'ysangiz xursand bo'laman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.